Allah Qur'onda aytadiki, "Estaizu billah. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatihi va la tamutunna illa va antum muslimun." Allah aytayapti: "Ey iymon keltirganlar, Allohga haqiqiy taqvo qilishlik bilan taqvo qilinglar va bu dunyodan musulmon holinglarda olamdan o'tinglar." Ushbu oyati karima bizlarni haqiqiy taqvoga chaqiryapti azizlar. Va dunyodan musulmon holimizda o'tishlikni o'rgatyapti. Holi hayotligimizda taqvo bilan yashab, musulmon holimizda bu dunyodan o'tib olishlik bu eng katta baxt. Va bandalarni bu dunyoga kelishlikdagi oliy maqsad. Bu dunyoga nima uchun kelganimizni doim eslab turishligimiz kerak. Buni unutmasligimiz kerak. Dunyoga aslida insoniyat nima uchun kelgan? Imtihon uchun. Imtihondan yaxshi o'tganlar u dunyoda mukofotlanadi, o'ta olmaganlar jazolanadi, azoblanadi. Endi bu degani, demak bu dunyo faqat imtihondan iborat ekan. Hamma narsani yig'ishtirib qo'yib, hech narsa qilmasdan faqat toatda, ibodatda o'taylik. Vaqtincha dunyoda bu narsalarda nima keragi bor degan xulosani chiqarmaslik kerak. Imtihon hamma hayotimizdagi qilinayotgan hozirgi jarayonlarimizni hammasi imtihon. Aslida oila qurishligimiz ham imtihon, bola chaqa ko'rishligimiz ham imtihon, tirikchilik imtihon, hammasi imtihon. Ya'ni imtihon uchun yaraldi degani, bu dunyoga kelgan musulmon o'zini yashash tarzini Alloh azza va jallani rozi qilishlik yo'lida sarflashlik. Islom deganda hamma yo'lni yig'ishtirib, tarki dunyo qilib uyini ichidan berkitib o'tirishlik emas, balki shu jamiyatda yashab, odamlar ila hayot kechirib, turli gunohlarni ko'rganda o'zini ehtiyot qilib o'tib ketib, yashab imtihondan o'tishlik. Buni Alloh aytayapti. Ittaqulloha haqqa tuqatihi deyapti mana Qur'onda. Haqiqiy taqvo qilishlik ila taqvo qiling. Taqvo odamlar maqtasin uchun qilinmaydi. Taqvo bu Allohdan roziligi uchun qilinadi azizlar. Shuning uchun Alloh ta'kidlayapti va bu so'zni faqat mu'minlarga aytayapti. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatihi. Ey iymon keltirganlar, taqvo qilsanglar, haqiqiy taqvo qilinglar deyapti. Endi hammamiz o'zimizga savol beraylik. Biz haqiqiy taqvo qila olyapmizmi? Faqat Allohning roziligi uchun o'zimiz imtihon qilishimiz kerak. Masjidda taqvo qilib, ko'chada taqvoni yo'qotyapmizmi? Odamlar ichida taqvodor ko'rsatib, lekin hayot tarzimizda taqvodan zarracha narsa yo'q qilib yuribmizmi? Taqvo hamma jamhada bo'ladi. Ya'ni har doim Alloh ko'rib turibdi, meni hisob kitobim bor deb his qilgan odam birovning haqqiga xiyonat qilmaydi. Tarozdan urib qolmaydi. Yolg'on gapirmaydi. G'iybat qilmaydi. Ig'vo qilmaydi. Hech kimga ozor bermaydi. Mana shunday hayot kechiradi. Va shu holatda yashab o'tgan odam haqiqiy musulmon. Shuning uchun oyatning davomida Alloh taolo aytibdiki, "Va la tamutunna illa va antum muslimun." Sizlar bu dunyodan musulmon holinglarda o'tinglar. Qanday ham go'zal xotima azizlar. Qanday ham go'zal xotima islomda o'tishlik. Musulmon bo'lib yashab, musulmon bo'lib o'tishlik bu juda rohat. Lekin siz bilan biz mana shu musulmon ekanligimizni, rohatini shunda tug'ilib, shunda katta bo'layotganimiz uchun ba'zan bilmay qolamiz. Musulmon shunday yashamoq kerakki azizlar. Har kuni o'zini hayotidan mamnun yashash kerak. Bu berilingan hayot ne'matini imtihon ekan, har bir jabhasini,
har bir daqiqasini, soniyasini g'animat bilib yashamoq kerak.